Assalomu alaykum aziz obunachilarimiz. Andijon vodiydan borib Samarqand viloyatiga borib go'zal ko'rinishdagi ishimizni yakuniga yetkazib berdik. Uzunligini qaranglar, uzunligini. Xudo xolasa mana bu obyektimizni chiroyli sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Ishimizni sizlarga shu tunikafon ishlarimiz ma'qul kelayotgan bo'lsa, bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Xudo xolasa sizlarni ham xonadoningizga shunaqangi go'zal ko'rinishdagi tunikafon ishlarini qilib berish nasib qilsin. Bittadan like bosib qo'ysanglar, xudo xolasa ishimiz keng tarqalishiga yordam berasizlar degan umiddamiz. Bu ishimizni tunikafon ishini 0.35 listdan qilib berganmiz. 0.35 listdan foydalanganmiz. Oq rangga mo'kri rang aralashtirib, xudo xolasa chiroyli holatda qilib chiqarib berdik. 0.35 list hozirgi kunda vodiyda 130 ming so'mdan qilib bermoqdamiz. Hamma rasxodni o'z ichiga oladi. Tunikani bukilib kelishi, samarezi, usta xizmati, lesasi bor buning ichida, mana lesalari. Bu aynagi abdenni hisoblanadi. Bu aynagini komplekti 300 ming so'm, 8 dona bo'ladi, 300 ming so'm bo'ladi. Plafonni olib berasizlar, o'rnatib beramiz. Dastavka xizmatlari ham 130 ming so'mning ichiga kiradi. Kley bor, hamma samarezlar hamma yo'g'i o'z ichiga oladi akalar. Sizlardan vodiydan bo'lsanglar bir mahal abed qilib berasizlar bo'lgan. Tog'ni u yog'iga, Toshkent, Samarqand, Voha tomonlarga kelishilgan holda borib tunikafon ishlarini qilib beramiz. 300 kvadratdan oshiq joyga boramiz. Samarqand, Qashqadaryo, Surxondaryo tomonlarga 300 kvadratdan oshiq bo'lsa borib tunikafon ishini chiroyli xohlagan fasoninglarda aytasizlar, qilib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zingizlarga ehtiyot qilinglar. Sizlar bilan usta Bahromjon.